O'zbek adabiyotining durdonasi, abadiy sevgi va jasorat qissasi, Farhod va Shirin dostoni. Alisher Navoiy 1483-1484 yillarda yaratgan Farhod va Shirin dostoni Hamza asarining ikkinchi qismidir. Navoiy Farhod va Shirin dostonida o'zining beqiyos badiiy mahoratini namoyish etgan. U tazod, tashbih, mubolag'a kabi badiiy vositalarni ustalik bilan qo'llagan. Dostonning har bir satrida so'z boyligi va ifoda imkoniyatlarining cheksizligini yaqqol ko'rish mumkin. Bu esa uni o'zbek adabiyotining oltin xazinasiga aylantirgan. Navoiy musiqiy tilidan foydalanishi va chuqur falsafaviy ma'nolarni yetkazishi asarga o'zgacha joziba bag'ishladi. Farhod Xotan podshosining jasur va bilimdon o'g'li. U nafaqat mohir toshoyar usta, balki samimiy, mehribon va sadoqatli oshiq timsolidir. Uning qalbi poklik va qat'iyatga to'la. Oliyjanob Shirin malika, Shoxonchoh Xursavning sevgan ma'shuqasi bo'lib, o'zining go'zalligi, aql-zakofati va iffati bilan ajralib turardi. Uning ichki dunyosi ham tashqi qiyofasi kabi benuqson edi. Bu doston o'zbek adabiyoti va madaniyatining ajralmas qismidir. U milliy adabiyotda sevgi va jasoratning abadiy timsoliga aylangan. Ushbu doston ko'plab boshqa dostonlar, dramatik asarlar, opera va musiqiy ijodlarga ilhomlar manbai bo'lib xizmat qilgan. Hozirgi kunda ham Farhod va Shirin yosh avlod uchun muhim adabiy meros bo'lib qolmoqda. U orqali qadriyatlar, axloq va insoniy fazilatlar ularga singdiriladi. Farhod va Shirin dostoni bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Doston qahramonlari va voqealari zamonaviy san'at, teatr sahnalari va hatto kino asarlarida ham yangi talqinlarda aks etmoqda. Rassomlar, rejissyorlar va san'atkorlar milliylik ruhini saqlagan holda ushbu buyuk asarni yangi avlodga zamonaviy ko'rinishda yetkazishga harakat qilmoqdalar. Bu esa dostonning abadiyligidan dalolat beradi. Farhod sehrli onada Shirinning mislsiz go'zalligini ko'rib, unga bir umrga oshiq bo'ladi. U o'z sevgisi yo'lida beqiyos mashaqqatlarni yengib o'tadi. Shirin uchun cho'llarda ariq qazish, tosh yo'nish kabi og'ir vazifalarni ado etadi. O'zining kuch-qudrati va qat'iyatlarini namoyish etadi. Afsuski, Eron podshohi Xursavga qarshi kurashda qo'lga olinib, qahramonona halok bo'ladi. Lekin uning nomi sevgi va jasorat ramzi bo'lib qoladi. Farhod fojiali halokat haqidagi xabar Shirinni larzaga keltiradi. U sevgilisining jasadi ustiga kelib cheksiz qayg'u va iztirobga botadi. Shirin o'zini Farhodning o'ligi ustiga tashlab jon beradi. Bu sahna dostonning eng ta'sirli va mahzun qismi hisoblanadi. Shirinning bu fidoyiligi uni Farhodga bo'lgan sof sevgisi va sadoqatini yaqqol ko'rsatib beradi. Ikkisi ham sevgi yo'lida jon fido qilib, abadiy qahramonlarga aylanadilar. Dostonda adolatga intilish, zulmga qarshi kurashish g'oyalari ilgari suriladi. Qahramonlar insoniy qadriyatlari himoya qilinadi. Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostoni shunchaki sevgi qissasi emas, balki insoniylik, oliyjanoblik va fidokorona sadoqatning beqiyos dostonidir. Bu asar milliy madaniyatimiz va adabiyotimizning bebaho qismi bo'lib, asrlar osha o'z qimmatini yo'qotmagan. U har bir o'quvchi uchun ibratli hikmatlar, ruhiy boylik va yuksak axloqiy qadriyatlar manbaidir. Farhod va Shirin abadiy sevgi va jasorat ramzi bo'lib qolaveradi.